Arzonda sizlarga arzon narxda Lada Vesta Cross avtomobilini ko'rsataman. 2019-yil ekan, holatlari yaxshi turgan tayyor mashina. Xo'p, kapot Kirillosda kraskasi bor, Kirillosda petno. Xo'p, ikkita Kirillosda petno, polni sepilmagan ekan, shunaqa deb aytishyapti. Holati yaxshi ekan. Balonlarning ham holati yaxshi holatda turibdi. Bemalol ko'rib ko'rsatib bera olgansizlar. O'zini firming diskalarida turibdi. Holati yaxshi turgan tayyor mashina. Cruise control hamma narsasigacha bor, multirul, 111 km yurgan, laboylari ham spiralli laboylarda, bitta mana shu joyda ozgina trishinasi bor ekan. Robot ko'rib keladi, klimat control, hamma narsasigacha bor. Hop, metan gaz balonlarigacha bor, 90 ta deb aytishyapti. Orqa tomon ABGFlarigacha bor. Lada Vesta Cross holati juda ham zo'r ekan mashinani, bemalol ko'rib ko'rsatib bera olgansizlar. Hech qanaqa hozirgi paytda servisning ishi yo'q ekan, bitta dona shu korobkasida disiplina kaznasini almashtirib olish kerak ekan, holati zo'r ish qilib. Shu narsasini almashtirib olsanglar, yaxshi holatga keladi, maza haydab yurasizlar. Bu mashinani sizlarga eng arzon imkonlarimizdan olib maza haydashlik uchun 6100 ga beramiz.